Namangan filiali uchun. Boshqa Xudo filiallarda xohlasa, birlashasiz. boshqa filiallar unaqa emas. O'zimiz Namangan filial avtosalonimizni hisobidan bizdan xarid qilgan mijozimiz bizdan xursand bo'lib ketishlari uchun shu narsani qo'shimcha Xudo xohlasa chiroyli bonus qilib beramiz. Akalar kuniga $100 pul topadigan mashinani kuniga 150 mingdan to'lab uzib yuborish yo'lini ko'rsataman sizlarga. Diqqat qilinglar, men bugun Namangandaman. Mana u yo'l bu yog'i Lola Jahon bozoriga ketish. Bu yerni juda ham ko'pchilik yaxshi biladi, ayniqsa namanganlik akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Namangandagi Shinrayda haqiqiy rasmiy dilerini filialiga kelganman. Akalar bugun Shinray T30 benzinliklarni olib kelib qo'yishibdi. Juda ham ko'pchilik qiziqib, qidirib yurgan edi. Endi qidirishi shart emas. Andijondanmi, Namangandanmi, Farg'onadanmi vodiylik akalar kelib olib ketishingiz mumkin. Soni ozroq, shuning uchun otni qamchilaylar. Bu mashinani 43 million bilan olib chiqib ketsa bo'ladigan varianti bor ekan. Kuniga bir 150 mingdan to'lov qilishda ham imkoniyati bor. Hozir Qobil akani yoniga kelganman. Akam Namangan shahardagi assalomu alaykum. Charchamay, sog'liqlar yaxshimi aka? Xudoga shukr. Namangan shahardagi Shinrayni filialini rahbari bo'ladilar, asoschilari. Akam ukalari bilan birgalikda vodiyga, ya'ni Namanganga, vodiyga Shinrayni tarqatishyapti. Toshkentga borib yurmaysizlar, she'dan kelib olib ketasizlar, xudo xolasa bir kun ishinglarni bitirib berishadi. Eng zo'r varianti bu mashinalar o'zimizning O'zbekistonda chiqyapti. Milliy brendimiz. Milliy brend bo'lib qoldi. Shu spravkadan muammo yo'q. Bitta chiqadi, qiyinchiligi yo'q. Aka, bular menimcha endi keldi shekilli, bo'lmasa turmasdi-da bunaqa qilib. 2 kun bo'ldi. 2 kun bo'ldi. Kelganiga. Endi bitta ko'rsatadigan joylarim bor, xudo xolasa. Benzinlik pastasi ancha kishim orada uzilish bo'lib qoldi, kutishdi. Benzinlik pastamiz mana shuncha olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa zavoddan chiqqan sanalargacha bor mana. Qaranglar mana. 20, 10, 25 chiqqan sanasi. Hali 11-oyga o'tganimiz yo'q. 10 kunlik mashina, 10 kun. Zavoddan chiqqaniga 10 kun bo'ldi. Hali 10 kun ham dashi bo'lgani yo'q o'rtoqlar. Xudo xolasa. Hali oyda oxiriga yetib ham borganimiz yo'q. Syomka qilinyapti. Oyda oxiriga yetib borganimiz yo'q. 10 kun bo'lib bo'lmagan chaqaloqlarni olib ketasizlar, xudo xolasa. Bemalol, xudo xolasa. Qobil aka, endi bularni ozgina ma'lumotini beraylik, narx-navosini beraylik. Men 43 million bilan ham olib chiqsa bo'lar ekan deb qo'ydim. Bo'ladi. Kuniga 150 mingdan to'lov qilsak ham bo'lar ekan deb qo'ydim. Variantlari bor, xudo xolasa. O'sha 43, 44, 45 million so'm atrofida pullari bo'lsa, u yog'ini kelishsa bir qator ma'lumotlarni beramiz. Ko'pchilik hozir endi bu yog'i oldimizda mavsumiy qish mavsumi bo'lgani uchun benzinli passamizni ko'pchilik so'rashibdi. Bemalol gaz qo'yib, propanmi, metanmi haydasa bo'laveradi. O'sha 1.5 donus motor, 115 ta ot kuchi, injektor motor hisoblanadi, seplik, konditsioner, ABS tormoz, hamma narsasi bor. Eng oxirgi passasi kecha kuni men o'zim ham bir algindan qilib yuruvdim. Bitta narsaga ahamiyat bermadim. Bitta mijozimiz keldilar. Mana bu salonning ichidagi men qaram, monitori bor-ku. Monitorga, fleshkaga kliplarni qo'yibdilar-da. Ulab qo'ysin, yonar ekan, ko'rsatar ekan shu narsalargacha. Klip ham o'qiydi. Klip ham o'qir ekan. O'zim endi naki qiziqib qoldimda, video qilib oldim o'sha joyatini. Fleshkaga klip qo'yib qo'yibdi-da, ichida ko'rib o'tiribdi. Hayron bo'ldim, nima qildi desam, u video ko'rib o'tirgan ekan ichida. Malades. Yana bitta qulaylik. Xudo xolasa qo'shimcha bu. Men uchun ham masalan yangilik bo'ldi bu narsa. Xudo xolasa hamma komfortlari bor. Orqa tomonlari ham hammasi uzunliklari yaxshi. Bular hozir uzayib chiqdi-a bular, ha? 3.15 ga 1.72. 3.15 ga 1.72. Yuk ko'tarish hajmi 2 tonna berilibdi. U yog'i qimmatlarga bog'liq. 2,5 tonnagacha ham yuklashaveradi. O'zi asli gruzopodyomlik zavodda qancha beriladi? Zavodskoyda 1 tonna 170 berishadi. Lekin bizga kitobida zavod berayotgani 2 tonna beribdi. Aslida 2 tonnani bemalol ko'taraveradi. 2 tonnani bemalol ko'taraveradi. Qarang, endi bu benzinli bo'lgandan keyin benzin rasxoti bizga qiziq aka. Benzin rasxoti 8 litr. 8 litr. Juda ekonomичный. Endi maksimalli ko'p rasxot qilsa qancha qilishi mumkin yuki bilan? 10 tagacha. 2 tonna, 2,5 tonna yuklansa, 1 litr, 2 litr o'zlari bari og'ir yuk tashiydigan odamlar o'zlari bilishadi. Buning ichida yurishgan odamlar qancha yuk ko'p yuklagan sari benzin rasxoti ma'lum miqdorda ko'payishi mumkin. Lekin
kitobi bo'yicha yuklanadigan bo'lsa 8 dan 10 tagacha benzin rasxod qiladi. Endi xohlashsa o'zlari metan qo'yib oladi, xohlasa propan qo'yib bemalol. olishi mumkin. Metallligimiz ham bor. Zavodskoy metalligi ham bor. Metalli zavodskoy ham bor. Qarang. Mana nomer, sizlar nomerlaring, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, ekranda ham turibdi. Shunga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qaranglar, yana bitta ustunlik. Kamera orqaga yurganingizda orqani bemalol ko'rib, nima bor, nima yo'q ko'rishingiz mumkin. Ballonlari go'shtli bo'ladi. Yukka moslangan resorlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Endi aka buni narxi qancha benzinlikda? Benzinligimiz narxi 163 million, 125 ming so'm. 160 million, 125 ming so'm. Ha, shunaqa. Boshlang'ich to'lov 43 million bilan chiqishi mumkin. 43-45 million so'm o'rtasida chiqazib beramiz. Demak 45 million so'm pulni hisobini qilib kelishyapsiz. Shunda oylikka bo'lib hisoblansa 150 ming so'mdan to'g'ri keladi. Kuniga. Kuniga 150 ming so'mdan to'g'ri kelib qolar ekan. Agar 120 mingdan to'lov qilaman desanglar ham unaqa yo'llari ham bor ekan. Hisob-kitobini chiqarib beramiz. Sizlar kelsanglar, hisob-kitoblarni qilib, tushuncha berishadi. Benzinlik narxini aytdik. Gazligini narxi qancha? Gazligini narxi Gazligimiz ham bor, uni ham ko'rsatib, narx-navolarni ko'rsatamiz. Buni narxi 173 million so'm. 173 million. T30 yakka balonni o'sha benzinlikni zavodskiy hozir ko'rganinglarni benzinlikda zavodda gaz o'rnab chiqqani, o'rtoqlar. Bu anaqa kafolatdan chiqib ketmaydi, garantiya bilan o'zlari gaz qo'yib berilgan. Kafolat qancha beramiz? Kafolati motoriga, korobkasiga, orqa reduktoriga 40 ming probeg yoki 2 yil garantiya beramiz. 40 ming probeg bemalol mashinani sinovdan o'tkazib olish uchun yetadi, xudo xolasa. 2 yil yoki u yog'i yoki bu yog'i 40 yil. 40 ming probeg. Bu ham o'sha bir xil prosta gaz zavodda o'rnatilgan holat varianti. Bunisi 25% bilan olib chiqib kelsak bo'ladi. Buni ham qilib beramiz. 25% oldindan to'lov qilib 50 millionlarga chiqib qolsa kerak buniki. 48 atrofida chiqadi. 48 atrofida. 1-2 million farq qiladi. T30 qo'sh balonli pozitsiyamiz. T30 o'sha uslinni qilingan, kuchaytirilgan pozitsiyasi bu. 1.6 Donus motor bo'ladi, 124 ta ot kuchi. Buni ot kuchi ko'proq. Buniki ko'proq. Keyin oldida resorlari ham bor. Mana qaranglar, oldilari resor. Bunda resor bo'lmaydi. Bunda resor bo'ladi. Endi bu qo'sh balonlik yukni sal ko'proq ko'taradigan varianti. Ko'ryapsizlarmi? Qo'sh balon. Yukxonasida farqi bor-a yo yo'q? Yukxonasini razmeri bir xil bo'ladi. Razmeri bir xil. Buni ustunlik tomoni ko'proq, qo'sh balonligida tagi ramalarda farqi borligi uchun bu ancha ustunlik hisoblanadi. Bu ko'proq yuk oladiganlarga mosroq, ko'proq yuk oladiganlarga. Yuk hajmi kichkina, lekin og'ir yuk tashiydiganlar ko'pda bizda. Shuning uchun mana T30 kuchaytirilgan pozitsiyasi bu. Buni narxi qancha va bu faqat benzindami? Bu benzinli bo'ladi. Bunda faqat benzinli keladi. 184 million 375 ming so'm narxi. Bu T50 ukasi. Ukasi-yu, lekin to'g'risi ancha narx bo'yicha arzonda bu. T50 ga qaraganda ancha farqi bor. Ancha farqi bor. To'g'ri, jichcha yukxonasida ozgina farqi bor-u, lekin yuk ko'tarish pashti bir xil. Shunaqa. To'g'rimi? Motorlari ham bir xil. T50 niki 380 ga 185 edi-da, buniki 315. Bu degan 50 santimetrcha farqi bor. Yuk kichikroq bunga joyi, lekin narxi ham anchagina farqi bor. Yuk ko'tarish bir xil. Yuk ko'tarish bir xil. 1,5 tonna berilibdi. 3 tonna, 3,5 tonna ham yuklashdi shunga. Eshitdinglarmi o'rtoqlar? Bunga bemalol. Nimaga? Orqa balonni qo'sh balonda balonni yuk ko'targanda ham masalan ezilib qolmaydi. Bunisi T32 modelimiz. Fermer akalar, bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan va dehqonchilik bilan shug'ullanadigan akalar, masalan cho'pon akalar, oilaviy chiqasizlar, orqangizda yukini yuklab ham chiqib ketaveradigan zo'r variantdagi. Bu ham restayling varianti. Shunaqa. Buni ham ichida hamma komfortlari bor. Kondisioner, ABS, kondisioner, elektroselektor rul, mana qaranglar. Sidinalar koja sidinga, bunda ham monitor bor. Nargilar T30 bilan bir xil, prosta ikkinchi qator qo'shilgan bunga. Yo'q, anchagina keng. Kengligi ham zo'r. O'zim ham masalan shundoq chiqsam bemalolda o'tirib ketishga ham sharoiti, patolog ham tomonlama hammasi anchagina baland. Hali bosh tegib qoldisi yo'q. Keyin motori ham yaxshi bo'ladi, baquvvat.
Bu ham zavodskoy gazlik. Zavoddan chiqadi gaz Ha. bilan. qarang. Buni ham benzinli, gazlik pozitsiyalari bor. Xohlasa benzinligini beramiz. Xohlasa mana tayyor gazligi ham. Tushunarli. Buni narxi qancha? Buniki zavodskoy gazligimiz 183 million 125 ming so'm. Ha. Buni ham o'sha boshlang'ich 25% bilan Bu ham 47-48 million atrofida chiqadi. Summasi balandlashgani hisobiga. Namanganda bunaqa burchagi bor, ehtiyot qismlar, moylar, filtrlar, ko'ryapsizlarmi? Bamperlar, eng ko'p kerak bo'ladigan bamperlar, puliklar, ancha bunaqangiz pasayib qolibdi lekin, to'ldirish kerak. Zapchasimiz hozir tugab qoldi. Zapchasini ancha yengillatib qo'yibdilar ekan. Zapchaslarimiz ozgina uzilishib qoldi. Xudo xolasa o'zi bugun erta kelib keladi yangi partiya. Xo'sh, bu yerda Inomarka ham bor, o'sha mashhur kam rasxodli 7 kishilik gibrid crossover mashinamiz SVM G03. Bu mashinadan ham bor, sotuvda tayyor. Bor, xudo xolasa. Aka, buning narxi qancha? Buniki 243 million 125 ming. Ha, sizlar filialsizlar, hamma yerda bir xil, hamma filialda bir xil. Sizlarda ham bir xil o'sha narx. Oshiqcha 500 ming 1 million qo'shib qo'yiladi. Yo'q. O'zbekiston bo'yicha hamma joyda grafikimiz bir xil chiqadi, summalari ham hamma o'zi xohlagan hududiga yaqinroq joydan bemalol xarid qilishaveradi. Mashinani garantiyasi, servis xizmatlari hammasi o'tadi bir-birimizga. Masalan, Andijondan bo'lishsa ham, Andijonda servislarimiz bor. Ha. Bemalol ko'rsatish tomonlama, masalan, osmotr qilishga, muayyanlashtirishga ham qiyinchilik bo'lmaydi. Demak, anaqa ham bor ekanda, misol Namanganda ham o'taveradi. Qolagan O'zbekiston bo'yicha qaysi viloyatdan bo'lishsa oladigan klientlar, bu hamma mashinalarimiz shunaqa. Libo joyda filialimizga aloqaga chiqishsa, biz o'sha yerdan servisimizning yaqinroq joyini, lokatsiyalarini tashlab beramiz. Borib, mashina bemalol osmotr qildirib, o'sha joyda muayyanlashtirib, bir qator ko'rsatish imkoniyati bor. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham bir 60 millionlar bilan chiqarsa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. 60 million bilan misol Nexia'ni hozirgi kunda yaxshi Nexia'ni puliga Inomarka minib ketishinglar mumkin. Qolganini endi bo'lib to'laysizlar, uni kelsanglar, Qobil akam tushuntirib beradilar. Grafiklarini haqida tushuntirib, olish haqida hamma ma'lumotlarni berishadi. Endi bu yerda navbatdagi mashinamiz BMW X7 ni qiyofadoshi, juda ham chiroyli mashina. Men yaxshi ko'raman to'g'risi mana shu mashinani. Shakli shamoyli BMW X7 ni o'zida komfortlari ham bor. 360 gradus kamera, panorama, lyuk, 7 kishilik mashina, keyin qaranglar, orqa o'rindiq mana ikkinchi qator ham qiziydi. Odatda ko'p inomarkalarda oldi o'rindiqlar qiziydi, lekin orqasi qizimaydi. Bunda orqa o'rindiqlari ham qiziydi. Katta monitorlari, qaranglar, skorcheylarni juda ham chiroyli, multirul, cruise kontrollari bor, barlari bor, podstakanliklar hamma yoq bilan jihozlangan oilaviy zo'r mashina. Nima deysizlar? 7 kishilik safarlarga chiqsanglar, oilaviy bolalarni ham olib, aka-uka, misol ikkita aka-uka oilasi bilan bemalol sig'ib orqada 3-qatorlari ham bor, 7 kishi. Buni yaxshi tomoni G05imizda 3-qatorda o'tirgan odamlar uchun konditsioner ham bor, iminni. Mana bor, mana yerda ham bor-da, o'rtoqlar. Zo'r variantda. Kelinglar, bitta ko'ringlar, test drive'ni ham uyushtirib beradilar Qobil akam. Minib ko'rasizlar, unga qarab turib olaverasizlar. Narxi qancha Qobil aka buni? Buniki 269 million 375 ming so'm. 269 million 375 ming so'm. 1.5 turbina motor. 1.5 turbina. Kafolati bor. Motor, korobka, elektr chasiga 100 ming probeg yoki 3 yil garantiya beramiz. Bunga ham. O'shancha inomarkalar uchun shunaqa bo'ladi. O'rtoqlar, sizlarga yana bitta manzilni eslatib o'tib ketaman. Mana u yo'l Lolajahon bozoriga ketish. Bu yog'i Nostikirmon Kalsoydan kelish. Yoki bo'lmasa o'sha Navbahor stadiondan Lolajahon bozoriga yursanglar, yo'linglarda keladi. Nestle zapravkani, ya'ni Nestle chorrahasiga yetmasdan kelasizlar. Agar Nestledan bu yoqqa yursanglar, 500 metrlardan keyin keladi. Shunaqa, Nestle atrofida. Topish qiyin emas. Juda bo'lmasa, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, ukalari yo o'zlari javob beradilar va lokatsiyani ham tushuntirishadi. Sizlarga qiziq bo'lgan ma'lumotlar haqida ham bemalol batafsil ma'lumotlarni berishadi. Aka, maksimalni chiroyli qilib ishimizni bitirib berasiz. Bizning obunachilar kelishadi.
Nimadir bonuslar qilib beramizmi? Bonuslarga xudo xohlasa hali ham ozgina davom ettiribdimiz. Aha. Imkoniyatimizdan kelib chiqqancha chiroyli qilib polik, bir 10 ta benzin qo'limizdan kelgancha. Endi ozgina kundan keyin o'zim rejalashtirib turibman qo'shimcha. Aha. Salonni ichiga bir chexollarni harakat qilibdimiz. Aha. Endi yana bir oylar ichida ularni ham yo'lga solamiz. Torpeda chexollar qo'shimcha qilib beramiz xudo xolasa. Bu Namangan filialini o'ziniki. Siz cho'ntagingizdan berasiz. Namangan filiali uchun. Boshqa Xudo filiallarda xohlasa, yo'q, bilmaysiz. boshqa filiallar unaqa emas. O'zimiz Namangan filial avtosalonimizni hisobidan bizdan xarid qilgan mijozimiz bizdan xursand bo'lib ketishlari uchun shu narsani qo'shimcha xudo xolasa chiroyli bonus qilib beramiz. Qobil akani o'zlarining cho'ntagidan chiqadi bu bonuslar. O'rtoqlar, kelaverasizlar, xudo xohlasa maksimal ishinglarni bitirib berishadi. Bularda odam tashiydigan, ya'ni M7, SRM M7 mashina ham bor. Ularni ham olib kelib berasizlar. Bor, undan ham bor. Aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa qilib berishadi. Shu haqda ma'lumotlarni ham berishadi. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa kerak, yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Qobil aka, kattakon rahmat. Qobil aka, charchamang. Salomat bo'ling, xudo xolasa, bemalol.